Salom, aziz tomoshabinlar. Bugun biz hammamiz uchun, ayniqsa pensiya yoshidagi fuqarolarimiz uchun juda muhim va dolzarb mavzuni muhokama qilamiz. Hozirgi iqtisodiy sharoitda har bir so'mning qadri borligini bilaman. Ayniqsa doimiy xarajatlar tobora ortib borayotgan bir paytda ko'pchilik pensionerlar kommunal to'lovlar, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar yukini yelkalarida his qilishadi. Ba'zan shunchaki to'lovlarni qoplash uchun har bir tiyinni tejashga majbur bo'lishadi. Aynan mana shu og'riqli nuqtaga e'tibor qaratib, men sizga bugun aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlar hayotingizda katta ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkinligini ta'kidlamoqchiman. Pensionerlar uchun juda katta miqdorda pul tejash imkoniyatlari paydo bo'ldi va men ularni to'liq tushuntirib beraman. Ushbu ma'lumotlarning ahamiyatini inobatga olgan holda kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga ko'proq odamlarga yordam berish uchun motivatsiya beradi va ushbu qimmatli ma'lumotlarning keng tarqalishiga yordam beradi. Keling, muammoning mohiyatiga chuqurroq kirib boraylik. Ilgari ko'pchilik pensionerlar afsuski o'zlariga tegishli bo'lgan ko'plab imtiyozlar va chegirmalardan bexabar edilar yoki bo'lmasa mavjud imtiyozlar doirasi juda cheklangan bo'lib, ular barcha majburiy to'lovlarni to'liq hajmda amalga oshirishga majbur bo'lishardi. Misol uchun oddiy bir holatni tasavvur qiling. Biror bir keksa fuqaro butun umri davomida halol mehnat qilgan, endi nafaqaga chiqqan va oyma-oy elektr energiyasi, gaz, suv va boshqa kommunal xizmatlar uchun qariyb o'rtacha ish haqi darajasiga yaqin bo'lgan pensiyasining katta qismini sarflashga majbur. U nafaqat o'ziga tegishli bo'lgan imtiyozlar borligini bilmaydi, balki hatto ularni qanday olishni ham tushunmaydi. Bu esa tabiiyki ularning turmush darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatar edi. Oziq-ovqat, dori-darmon yoki boshqa zarur ehtiyojlar uchun mablag'lar kam qolardi. Lekin hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Hukumat tomonidan qabul qilingan bir qator yangi qonun hujjatlari va qarorlar pensionerlar uchun juda katta imkoniyatlar eshigini ochdi. Endi pensionerlarning ayrim toifalari, masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari, mehnat faxriylari, nogironligi bo'lgan shaxslar va boshqalar o'zlariga tegishli bo'lgan imtiyozlar doirasini sezilarli darajada kengaytirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu nafaqat ularning moddiy ahvolini yaxshilashga qaratilgan bir choralar to'plami, balki ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga va hayot sifatini oshirishga yo'naltirilgan bir siyosatdir. Ya'ni ilgari faqat ba'zi bir kichik imtiyozlar mavjud bo'lgan bo'lsa, endi chegirmalar va ozodliklar ko'lami ancha kengaytirildi va ularni olish tartibi ham soddalashtirildi. Bu esa pensionerlarga o'z byudjetlarini sezilarli darajada optimallashtirish va tejash imkoniyatini beradi. Keling, endi eng muhim qismiga o'tamiz. Qanday to'lovlar uchun pensionerlar pul to'lashlari shart emas yoki sezilarli chegirmalarga ega bo'lishlari mumkin? Bu ma'lumotlarni diqqat bilan tinglang. Chunki u sizning shaxsiy vaziyatingizga qarab juda katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Birinchi va eng muhim kategoriya bu kommunal to'lovlar. Bunga elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi, oqova suv, qattiq maishiy chiqindilar va markazlashgan isitish xizmatlari kiradi. Bu xarajatlar har bir xonadon byudjetida katta o'rin egallaydi. Ayniqsa, qish oylarida isitish va elektr energiyasi uchun to'lovlar juda sezilarli darajada oshishi mumkin. Kimlar imtiyozlarga ega? 1. Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va nogironlari, shuningdek ularga tenglashtirilgan shaxslar. Ular ko'pincha kommunal xizmatlar uchun to'lovlardan butunlay ozod qilinadi yoki juda katta, masalan, 9,5% chegirmalarga ega bo'lishadi. Tasavvur qiling. Biror bir ikkinchi jahon urushi faxriysi yashaydigan uyda oylik kommunal to'lovlar jami 500 ming so'mga yetishi mumkin. Agar unga mexlik chegirma berilsa, bu yiliga 6 ming so'm deganidir. Bu pulni dori darmonlarga, sog'liqni tiklashga yoki nabiralariga sovg'a olishga sarflash mumkin. 2. va ilk guruh nogironligi bo'lgan shaxslar. Ular ham kommunal to'lovlar uchun sezilarli. Ko'pincha yetim foizdan 7-5% gacha bo'lgan chegirmalarga ega bo'lishadi. Masalan, bir oilada 2 guruh nogironligi bo'lgan pensioner yashasa va ularning oylik gaz va elektr energiyasi uchun to'lovlari 2,7 million so'mni tashkil etsa, yetim foizlik chegirma bilan ular har oyda 25 ming so'm tejashadi. Bu bir yilda 1 million 500 ming so'm demakdir. Bu miqdor ba'zi pensionerlarning bir oylik pensiyasiga teng bo'lishi mumkin. O'tu, boquvchisini yo'qotgan oilalar va yetim bolalar. Bu toifalar ham ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lib,
ularga ham turli xil kommunal chegirmalar taqdim etiladi. Ba'zi viloyatlarda va mahalliy hukumat organlarining qarorlariga asosan yagona yashovchi ham ta'minlangan pensionerlar ham qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, yolg'iz yashaydigan keksa ayolning pensiyasi juda kam bo'lsa, u mahalliy hukumat tomonidan kommunal to'lovlar uchun qisman subsidiyalar olishi mumkin. Bu subsidiyalar uning oylik xarajatlarining bir qismini qoplaydi. Masalan, suv uchun to'lovdan ozod qilish yoki elektr energiyasi uchun ma'lum bir miqdorgacha chegirma berish. Ikkinchi kategoriya mulk soliqlari. Bu yer solig'i va jismoniy shaxslarning mol-mulk solig'ini o'z ichiga oladi. Ko'pchilik pensionerlar o'z uylari yoki yer uchastkalariga egalik qilishadi. Bu soliqlar ham yillik byudjetga ta'sir qiladi. Kimlar imtiyozlarga ega? 1. Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va nogironlari, shuningdek, ularga tenglashtirilgan shaxslar. Ular ko'pincha jismoniy shaxslarning mol-mulk solig'idan to'liq ozod qilinadi. Ba'zi hollarda yer solig'idan ham to'liq yoki qisman ozodlik beriladi. Masalan, bir qishloqda yashaydigan ikkinchi jahon urushi faxriysining uy-joy uchun yillik mol-mulk solig'i 700 ming so'm, yer solig'i esa 300 ming so'm bo'lsa, u jami 1 ming so'mdan qutulishi mumkin. Bu juda katta mablag'. 2. Va guruh nogironligi bo'lgan shaxslar. Ular ham mol-mulk solig'idan to'liq yoki qisman ozod qilinadi. Odatda soliq bazasining ma'lum bir qismi, masalan, 6 kvadrat metrgacha bo'lgan maydon soliqdan ozod qilinadi. Agar pensionerning uyi 10 kvadrat metr bo'lsa, u faqat 20 kvadrat metr uchun soliq to'laydi. Bu ham sezilarli tejashni anglatadi. O'tib bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalar. Bu oilalar ham mulk soliqlaridan qisman yoki to'liq ozod bo'lishi mumkin. 3-kategoriya transport xizmatlari. Jamoat transportida, xususan avtobuslar, metro, ba'zi shaharlararo yo'nalishlarda pensionerlar uchun chegirmalar yoki bepul yo'l haqqi mavjud. Kimlar imtiyozlarga ega? Barcha pensionerlar. Ko'pgina shaharlarda barcha pensiya yoshidagi shaxslar jamoat transportidan bepul foydalanish huquqiga ega. Masalan, Toshkent shahrida pensionerlar metro va avtobuslardan bepul foydalanishlari mumkin. Har kuni ishga yoki bozorga borish uchun jamoat transportidan foydalanadigan pension oyiga o'rtacha 50 ming so'mdan 100 ming so'mgacha pul tejaydi. Bu bir yilda 600 ming so'mdan 1200 ming so'mgacha tejash degani. Bu pulni kutilmagan xarajatlar uchun saqlab qo'yish yoki nevaralarga shirinliklar olish uchun ishlatish mumkin. 2. Ayrim hollarda temir yo'l transportida ham ichki yo'nalishlar bo'yicha chegirmalar taqdim etilishi mumkin. Ayniqsa bayram kunlarida yoki ijtimoiy aksiyalar doirasida. Bu imkoniyatlar ayniqsa viloyatlarda yashovchi va yaqin qarindoshlarni ko'rish uchun tez-tez sayohat qiladigan pensionerlar uchun juda qulaydir. 4-kategoriya tibbiy xizmatlar va dori-darmonlar. Bu sohada ham pensionerlar uchun bir qator imtiyozlar mavjud. Garchi ular yuqoridagidek keng ko'lamli bo'lmasa-da, kimlar imtiyozlarga ega? Nogironligi bo'lgan shaxslar va surunkali kasalliklari bor pensionerlar. Ular ba'zi hollarda davlat shifoxonalarida bepul tibbiy ko'rikdan o'tishlari, ayrim dori-darmonlarni chegirmali narxda yoki bepul olishlari mumkin. Misol uchun, diabetga chalingan pensioner insulin yoki boshqa zarur dori-darmonlarni poliklinika orqali bepul olishi mumkin. Bu dorilarning narxi oyiga 100 minglab so'mni tashkil etishi mumkin. Shuning uchun bu imtiyoz ayniqsa hayotiy ahamiyatga ega. 2. Har yili umumiy tibbiy ko'riklar. Barcha pensionerlar ma'lum bir davriy tibbiy ko'rikdan bepul o'tishlari mumkin. Bu ham salomatlikni nazorat qilish va ehtimoliy kasalliklarning oldini olish uchun muhimdir. Endi esa ushbu imtiyozlarning qo'llanilishidagi ba'zi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar haqida gaplashaylik. Chunki qonun doimo bir xil talqin qilinmaydi va ba'zi jihatlar mavjudki, ularni bilish sizni ortiqcha bosh og'riqlardan qutqarishi mumkin. Birinchi muhim nuansa bu iste'mol cheklovlari. Kommunal to'lovlar bo'yicha beriladigan chegirmalar ko'pincha ma'lum bir iste'mol me'yoriga qadar amal qiladi. Misol uchun, elektr energiyasi uchun chegirma bir oyda 2-5 kWh-soatgacha. Gaz uchun esa 500 kub metrgacha bo'lgan iste'molga berilishi mumkin. Agar siz belgilangan me'yordan ortiqcha iste'mol qilsangiz, ortiqcha qism uchun to'liq tarifda to'lashingizga to'g'ri keladi. Bu shuni anglatadiki, siz o'zingizning iste'moli har doim nazorat qilib turishingiz kerak. Agar sizning xonadoningizda ko'p miqdorda elektr texnikasi ishlatilsa yoki uyingiz juda katta bo'lsa va issiqlikni ko'p talab qilsa,
chegirma faqat qisman yordam beradi. Bunday holatda energiya tejovchi texnologiyalarga o'tish yoki isitish tizimini optimallashtirish haqida o'ylash kerak bo'ladi. Ikkinchi muhim jihat imtiyozlarni olishning avtomatik emasligi. Afsus, ko'pgina imtiyozlar avtomatik ravishda berilmaydi. Siz ularni olish uchun mustaqil ravishda murojaat qilishingiz shart. Bu degani hech kim sizni uyma-uy yurib, sizga chegirma kerakmi deb so'ramaydi aksariyat hollarda. Agar siz murojaat qilmasangiz, sizga tegishli imtiyozlar qo'llanilmaydi va siz to'liq hajmda to'lovlarni amalga oshiraverasiz. Bu holatda ko'pchilik pensionerlar o'zlariga tegishli imtiyozlardan bexabar bo'lishlari sababli katta miqdorda pul yo'qotishadi. Shuning uchun men sizni faol bo'lishga va o'z huquqlaringizni talab qilishga chaqiraman. Uchinchi muhim narsa hujjatlar to'plami. Har bir imtiyozni olish uchun ma'lum bir hujjatlar to'plami talab qilinadi. Bu faqat pasport va pensiya guvohnomasidan iborat emas. Sizdan nogironlik guvohnomasi, oila tarkibi to'g'risida ma'lumotnoma, uy-joyning kadastr hujjati, kommunal to'lovlar uchun qarz yo'qligi to'g'risida ma'lumotnoma va boshqa hujjatlar talab qilinishi mumkin. Hujjatlarning to'liq bo'lmasligi yoki ularning noto'g'ri rasmiylashtirilishi ariza ko'rib chiqilishini kechiktirishi yoki hatto rad etilishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun murojaat qilishdan oldin barcha kerakli hujjatlarni oldindan aniqlab olish va tayyorlab qo'yish juda muhimdir. 4-no'oncha hududiy farqlar. Garchi qonunchilik umumiy bo'lsa-da, ba'zi imtiyozlar va ularni qo'llash tartibi mahalliy hokimiyat organlarining qarorlari bilan biroz farq qilishi mumkin. Masalan, bir viloyatda suv uchun chegirma 75% ni tashkil etsa, boshqa viloyatda bu ko'rsatkich 50% bo'lishi mumkin. Yoki qattiq maishiy chiqindilar uchun chegirmalar bir joyda faqat nogironlarga berilsa, boshqa joyda yolg'iz yashovchi pensionerlarga ham taqdim etilishi mumkin. Shuning uchun siz yashayotgan hududdagi aniq qoidalarni tekshirish muhimdir. Buni davlat xizmatlari markazlari yoki mahalliy hokimiyatlarning ijtimoiy himoya bo'limlari orqali amalga oshirish mumkin. 5-tuzoq bu mulkchilik masalasi. Ba'zi imtiyozlar faqat pensionerning doimiy yashash joyiga va u egalik qiladigan yagona mulkka nisbatan qo'llaniladi. Agar pensionerning bir nechta uyi yoki kvartirasi bo'lsa, imtiyoz faqat asosiy yashash joyiga berilishi mumkin. Qolgan mulklar uchun esa to'liq soliq to'lanadi. Bu ayniqsa katta shaharlarda ikkinchi uyi yoki dala hovlisi bor pensionerlar uchun dolzarb. 6-noaniq jihat ko'rinmas to'lovlar. Ba'zan asosiy xizmatlar uchun chegirma berilsa-da, boshqa kichik ma'muriy yig'imlar yoki xizmat ko'rsatish badallari saqlanib qolishi mumkin. Kvartira egalari uy-joy kommunal xo'jaligi shirkatlari tomonidan ko'rsatiladigan umumiy uy xizmatlari uchun badallar to'lashlari kerak bo'lishi mumkin. Bu chegirma ostiga kirmaydi. Shuning uchun o'zingizning to'lov kvitansiyalaringizni diqqat bilan o'rganib chiqing va har bir punkt bo'yicha nima uchun to'lov olinayotganini tushunishga harakat qiling. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qilib aniqlik kiritishingiz shart. 7-no'oncha holat o'zgarishi. Pensionerning hayotidagi o'zgarishlar, masalan, oilaviy holatning o'zgarishi, yolg'iz pensionerning turmush qurishi, nogironligi bo'lgan oila a'zosining vafoti yoki yashash joyining o'zgarishi kabi holatlar imtiyozlarning bekor qilinishiga yoki miqdorining o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Bunday holatlarda siz imtiyozni beruvchi organni darhol xabardor qilishingiz shart. Aks holda sizga noto'g'ri hisoblangan imtiyozlar uchun keyinchalik to'lov talab qilinishi mumkin. Bu esa yoqimsiz vaziyatlarni keltirib chiqaradi. 8-no'oncha muddatli imtiyozlar. Ba'zi imtiyozlar har yil qayta rasmiylashtirishni talab qilishi mumkin. Masalan, agar nogironlik muddatli bo'lsa, har yil tibbiy ko'rikdan o'tib, nogironlikni tasdiqlash va shu bilan birga imtiyozni ham qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Bu pensionerlardan doimiy hushyorlikni talab qiladi. Endi esa eng muhim qismiga amaliy maslahatlarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qaysi yo'nalishda harakatlanishingiz lozim? Men sizga aniq ko'rsatmalar beraman. O'zingizning huquqlaringizni aniqlang. Birinchi qadam bu sizning shaxsiy vaziyatingizni tahlil qilish. Siz qaysi toifalarga kiritilgan pensioner ekansiz? Ikkinchi jahon urushi qatnashchisimisiz? Nogironligingiz bormi? Yolg'iz yashaysizmi? Kam ta'minlangan oilamisiz? Bu savollarga javob berish orqali sizga qaysi imtiyozlar tegishli bo'lishi mumkinligini aniqlaysiz. Buni aniqlash uchun yuqorida aytib o'tilgan toifalar ro'yxatini qaytadan ko'rib chiqing. O'zingizga qaysi bandlar tegishli ekanligini belgilab oling.
2. Kerakli hujjatlarni to'plang. Sizga quyidagi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Pasport, asli va nusxasi. Pensiya guvohnomasi, asli va nusxasi. Nogironlik guvohnomasi. Agar mavjud bo'lsa, asli va nusxasi. Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi guvohnomasi. Agar mavjud bo'lsa, asli va nusxasi. Oila tarkibi to'g'risida ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan olinadi. Uy joyning kadastr hujjati, asli va nusxasi. Kommunal to'lovlar uchun qarz yo'qligi to'g'risida ma'lumotnoma tegishli xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlardan olinadi. Bank hisob raqami rekvizitlari. Ba'zi hollarda subsidiyalar bank kartasiga o'tkaziladi. Qo'shimcha ma'lumotnomalar, masalan, kam ta'minlanganlik to'g'risida agar tegishli bo'lsa. Barcha hujjatlarning nusxalarini tayyorlab qo'ying. Asal nusxalari faqat ko'rsatish uchun kerak bo'lishi mumkin. 3. Qayerga murojaat qilish kerak? Imtiyoz turlariga qarab murojaat qilish joylari farq qilishi mumkin. Kommunal to'lovlar bo'yicha chegirmalar uchun avvalo hududingizdagi davlat xizmatlari markazlariga DXM murojaat qiling. Bu markazlar ko'plab xizmatlarni yagona darsha tamoyili asosida taqdim etadi va sizga qaysi imtiyozlarga ega ekanligingizni aniqlashda va arizani topshirishda yordam beradi. Agar DXM orqali hal bo'lmasa, har bir kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga gaz ta'minoti, elektr tarmoqlari, suv ta'minoti, maxsus alohida murojaat qilishingiz mumkin. Ularning joylardagi bo'limlariga borib, ariza yozasiz va hujjatlarni topshirasiz. Mulk soliqlari bo'yicha imtiyozlar uchun soliq inspeksiyasiga murojaat qilinadi. Ba'zi hollarda bu imtiyozlar avtomatik tarzda soliq qo'mitasining tizimida aks etadi. Ammo sizning shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlar bilan o'zingiz borib tekshirganingiz ma'qul. Transport xizmatlari bo'yicha imtiyozlar uchun jamoat transportida bepul yurish huquqi ko'pincha pensiya guvohnomasini ko'rsatish bilan amalga oshiriladi. Ba'zi hollarda esa transport kartalari olish talab qilinadi. Bunday kartalarni davlat xizmatlari markazlari yoki transport tashkilotlarining kassalaridan olish mumkin. 4. Ariza yozish. Murojaat qilgan joyingizda sizga standart ariza shakli beriladi. Agar bunday shakl bo'lmasa, siz qo'lda yozma ariza tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Arizada quyidagi ma'lumotlar aniq ko'rsatilishi shart. Murojaat qilayotgan tashkilotning nomi, masalan, nomi gaz ta'minot korxonasi rahbari yoki davlat xizmatlari markazi direktori, sizning FIH yashash manzilingiz, pasport ma'lumotlaringiz va pensiya guvohnomangiz raqami. Qaysi imtiyozni so'rayotganingiz va uning asosi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaror raqami sonli qaroriga asosan nogironligi bo'lgan shaxs sifatida kommunal xizmatlar uchun chegirma berishingizni so'rayman. Ilovada qaysi hujjatlarni taqdim etayotganingiz ro'yxati. Ariza yozilgan sana va imzo. Ariza 2 nusxada tayyorlanishi kerak. Bir nusxasini sizga qabul qilganlik to'g'risida belgi qo'ydirib, o'zingizda saqlab qoling. Bu keyinchalik muammolar yuzaga kelganda sizning murojaat qilganingizni tasdiqlovchi hujjat bo'ladi. 5. Proaktiv bo'ling. Yuqorida aytganimdek, imtiyozlar avtomatik emas. Shuning uchun hech kim sizga imtiyoz berishga shoshilmaydi. O'zingiz qiziqing, so'rang. Hujjatlarni topshiring kerak bo'lsa, qayta murojaat qiling. Agar sizning arizangiz ko'rib chiqish muddati uzaytirilayotgan bo'lsa, bu haqda yozma ravishda so'rov yuborishdan cho'chimang. Qonun bo'yicha fuqarolarning murojaatlari belgilangan muddatlarda ko'rib chiqilishi shart. 6. Yordam so'rashdan uyalmang. Agar siz bu jarayonlarni o'zingiz amalga oshirishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, oila a'zolaringizdan, nabiralaringizdan, qo'shnilaringizdan yoki mahallangizda ijtimoiy xodimdan yordam so'rang. Ular sizga hujjatlarni to'plashda, arizani yozishda yoki tegishli joylarga borishda yordam berishlari mumkin. Davlat xizmatlari markazlarida ham maslahat xizmatlari mavjud bo'lib, u yerdagi xodimlar sizga to'g'ri yo'nalish berishi mumkin. Hurmatli pensionerlar, aziz tomoshabinlar, xulosa qilib aytadigan bo'lsam, sizning o'z huquqlaringizni bilishingiz va ulardan foydalana olishingiz bugungi kunda juda muhim ahamiyatga ega. Aprel oyidan boshlab pensionerlar uchun juda katta miqdorda pul tejash imkoniyatlari mavjudligini yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Bu ma'lumotlar sizning hayotingizni sezilarli darajada yengillashtirishi va moddiy ahvolingizni yaxshilashi mumkin. Har bir so'mni tejash, ayniqsa hozirgi qiyin davrda juda qadrlidir. Sizga tegishli bo'lgan imtiyozlarni topish uchun shunchaki biroz vaqt va harakat sarflashingiz kifoya. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni, bu boradagi tajribalaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring.
bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero. Bizning maqsadimiz sizga eng muhim va dolzarb ma'lumotlarni yetkazishdir. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.